Sizlarni yangi mehmon bilan tanishtiraman. Bu qanaqa qush deb so'raydigan bo'lsanglar, bu Ajrelloni 1,5 oylik polaponi bo'ladi. O'zi men yoshligimdan qushlarni yaxshi ko'rib katta bo'lganman. Nafaqat qushlarni, o'zi hayvonot olamini yaxshi ko'rib katta bo'lganman. Lekin imini shunaqa Ajrell papugay bo'lishini orzu qilganman o'rtoqlar. Va nihoyat orzuyimga erishdim. Nimaga aynan Ajrell papugay? Nimaga aynan 1,5 oyligini oldingiz? Kattaroq bo'lganini olsangiz bo'lmasmidi deydiganlar uchun men ma'lumot berib o'tib ketaman o'rtoqlar. Bu qush boshqa qushlarga nisbatan aqlliroq bo'ladi. Nimadir o'rgatadigan bo'lsangiz yoki bo'lmasa qanaqadir gaplarni o'rgatadigan bo'lsangiz, miyasiga tez ilib oladigan qushlardan hisoblanadi bu qush. Katta bo'lganida bu juda ham chiroyli bo'ladi. Men rasmlarni qo'yib o'tib ketaman, ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Nimaga aynan 1,5 oylik polaponni olganim sababi, bu hozirgi kunda kashada hali donga o'tmagan, kuniga 3 mahal kash ichadi biratan. Kashani o'z qo'llarim bilan shpritsda kuniga 3 mahal beraman. Hali yosh bo'lganligi sababli kashani o'z qo'llarim bilan berganim uchun bu uje menga o'rganadi. Ya'ni ruchnoy bo'ladi. Ruchnoy bo'lgandan keyin bu hali gapiradi. Kesha deydi cho'nsalam bu hali. O'zi qushlar olamidagi do'stlarimiz bu qushni juda ham yaxshi bilishadi, qanaqa aqlliligini, qanaqa zehnliligini juda ham yaxshi bilishadi, qanaqa gapirishini, qanaqa chiroyli bo'lishini juda ham yaxshi bilishadi. Agar sizlar ham xuddi shunaqa qo'lga o'rganadigan, ruchnoy bo'ladigan, gapiradigan mana shunaqa Ajrellom yoki bo'lmasa Aleksandr papugaylarga qiziqadigan bo'lsanglar, men sizlarga qatdan olishinglarni aytib o'tib ketaman. Bu qushni shaxsan menga o'ziga berishdi. Men profilligini atvetga qilib qo'yaman, pastda opisiyanida telefon nomerligini ham qoldiraman. Endi esa bu qushimizga hozir kasha beramiz. Kasha tayinlashimiz uchun bizga birinchi navbatda kerak bo'ladigan narsa mana shunaqa pelani yarmidan ham pastroqda issiqqina suv kerak bo'ladi, qaynagan. Eng kerakli narsa bo'lsa mana shu kasha bo'ladi o'rtoqlar. Ko'rsanglar bo'ladi, bu vitaminlarga boy dahshat kasha bo'ladi. Mana shu papugay menga bergan insonlar mana shu kashani ham menga qo'shib berishgan. Agarda sizlarga ham xuddi shunaqa kasha ham kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pastdagi profillarga yoki bo'lmasa telefon raqamlariga murojaat qilsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Kichkinagina proyektimiz hali juda ham uzoqqa boradi xudo xolasa. Uning uchun meni kuzatishda davom etinglar o'rtoqlar. Endi glavniy narsa qoldi o'rtoqlar. Sizlar bilan birgalikda shu Ajrell polaponimizga ism qo'yishimiz kerak. Multfilm qahramoni bo'ladimi, kino qahramoni bo'ladimi, chaqirganda chiroyli eshitiladigan ismlarni kommentariyalarga yozib ketinglar, like bosib qo'yinglar. Agar sizlarga xuddi shunaqa qushlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi profillarga yoki bo'lmasa telefon raqamlariga murojaat qilsanglar bo'ladi. Hammalarga rahmat, sizlar bilan Ajrelloni birinchi kuni bo'ldi o'rtoqlar.